Qo'ng'irot tumanidagi 22-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagoglar o'rtasida tajriba almashish maqsadida ochiq mashg'ulot tashkil etildi. Mazkur mashg'ulot davomida tajribali tarbiyachi Mehribon Ko'sanova tomonidan tarbiyalanuvchilar ishtirokida turli yo'nalishlarda ochiq mashg'ulot namoyish etildi. Mashg'ulot jarayonida bolalarning yosh xususiyatlariga mos holda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar va innovatsion usullardan samarali foydalanildi. Mashg'ulotda tumandagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari faol ishtirok etib, ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan ilg'or tajribalar, samarali metodlar va yangi yondashuvlar yuzasidan o'zaro fikr almashdilar. Bu esa pedagoglar kasbiy mahoratini yanada oshirishga xizmat qildi. Бүгін шөлкемізде педагогlar бір-бірі менен тәжірибе алмасу мақсатында ашық шынуға алып барылды. Ашық шынуымыз жер планетасы ұлыма үйіміз. Хапти темамыз болса, гүлленген бахар темасында шынуға алып барылды. Бұнда балалар жер планетасы хақында, гүлленген бахар темасы хақында кеңінен түсінікке ие болды. Рауажландырушы орайда болса, har қилы предметлерден пайдаланған халда жұмыслар алып барылды. Бұндай шынуғылардың алып барудың мақсат тәрбиеленушілердің тіл байлығын күшейту, қол моторикасын рауажландыру, табиғатқа болған қамқорлығын асырады. Шөлкемізде балалардың бос уақытын мазмұнын өткеру мақсатында har қилы дөңгелеклер өз жұмысын алып бармақта. Ochiq mashg'ulot davomida tarbiyalanuvchilarga mavzumlar haqida tushunchalar berish, matematik tasavvurlarni shakllantirish, nutqni rivojlantirish hamda mantiqiy fikrlashni o'stirishga qaratilgan topshiriqlar bajarildi. Shuningdek, ilm-fan va tabiat, qurish, yasash, san'at kabi markazlarda olib borilayotgan faoliyatlar amaliy tarzda ko'rsatib berildi. Mashg'ulotlar jarayonida bolalarning mustaqil fikrlashi, erkin muloqot qilishi, jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Har bir faoliyat bolalarning qiziqishlarini inobatga olgan holda tashkil etilib, ularning faolligi va ishtiroki ta'minlandi. Bunday ochiq dars maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglar o'rtasida tajriba almashishni yo'lga qo'yish, ilg'or ish uslublarini ommalashtirish hamda ta'lim-tarbiya sifatini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yusuf Qidirbayev ETV telekanali uchun Qo'ng'irot tumanidan tayyorlandi.